Значит, yangi liniya qo'shdingiz. Yangi liniya qo'shdim aka, yaxshi pulga keldi. Tug'adiganlar aka, hozir bitta yangili shu stavkaga kelib bittasi tug'ib qo'ydi. Bir tug'ib qo'ydimmi aka yerda? Shu yerda tug'ib qo'ydi. Voy, to'g'risini ayting endi. Sotdingizmi, sotmadingizmi orada? $1,000,000 sotildi. $1,000,000? $1,000,000 sotildi. Mashalloh. 4 ta qo'y 100 kilo, 150 kilo chiqqandan ko'ra bittasi o'dash chiqyapti aka. Mana hozir 4 ishlar o'zi 180 kilo chiqdi. Berishga baxtsizam aka, buni yutqizmaysizda. Bu bitta qo'chqorni $10,000 oldi deydi. Lekin buni foydasi mana aka. Har birini shunaqa qo'ralari bor, Azizullo ukamizga o'xshagan. Assalomu alaykum, Alimov tumani podpisчиklari. Bugun Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Qorasuv shahrida Arashan qo'ylarini выставкasi bo'lyapti. Biz ham keldik. Mana shu joyda Arashan qo'ylarida ayni haligi $20,000, $30-40,000lik Arashan qo'ylari bor ekan. O'zim ham bunchalik zotlarini, bunaqa qimmatlarini, bunaqa zo'rlarini birinchi marta ko'rib turibman. Aynan sizlarga ozgina ma'lumot qatori Azizullo ukamizni qo'rasini chiqargan edik, bir 7-8 oy oldin. Ana shu ukamiz ham qo'ylarini выставкаga olib kelibdi. Qo'chqorlarini ozgina ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Azizullo, sog'lig'ingiz yaxshimiki? Tuzemisiz? Bu mikrofonni ushlab olasiz. Uka, bir 7-8 oy oldin siz bilan video qildik. 7-8 oy oldin. Nima o'zgarishlar bo'ldi shundan beri выставкagacha olib kelibsiz qo'ylaringizni? Выставкаga olib keldik aka, undan beri ko'p o'zgarishlar bo'lib ketdi. Qo'ralarni kengaytirdik. Sizga ko'rsatgan bo'g'oz qo'ylarini tug'di. Mana bu qo'zilari. Bular уже tug'ib shunchalik bo'ldimi bolasi? Siz bilan olganimizda aka, уже 1-2 oylik qoldi tug'ilishiga. Tug'ildi, sutdan chiqdi. Xudo xolasa. O'zgarishlar ko'p. Mana u bormidi shu videoga olgan paytda? Yo'q aka, buni skolda olib keldik. Yangi olib keldingizmi? Yangi olib keldik. Bir kuchli bir buldozer degan nima bor, qo'chqor bor aka. Uni bolasi Crash degan bolasi bor, o'shini primoy bolasi. Значит, yangi liniya qo'shdingiz. Yangi liniya qo'shdim aka, yaxshi pulga keldi. O'tganda ko'rsatgan qo'chqorda sherik bo'ldi-da inshaalloh. Buni bolasiga buni bolasiga uni qilib qo'shib seleksiya yurgizamiz inshaalloh. Seleksiya. Hozir ashali biz ko'rgan paytdagilar tug'ilib shunchalik bo'ldimi qo'zilar, ha? Tug'ilib shunchalik bo'ldi. Qo'zi bular aka 4 oylik, 5 oylik qo'zilar. Qoni borligini hisobiga tez o'sadi, yaxshi, xudo xolasa o'zgarishlar bor. Shunga shu выставкаdan foydalanib bir aravondan ham chiqarish maqsadida bir ko'rgazma qilib qo'yaylik deb keldik aka. Boplabsiz. Hozir bormasak ham lekin orqali borda endi. Aravonda ham ko'payib qolibdi o'zancha. Arashan qo'chqorlar, Arashanga qiziqqanlar ko'payib qolibdi. O'zingizdachi ko'paydimi ancha? Menda ham ko'payib qoldi aka. Xudo xolasa yangi qo'ralarga bir chaqiraman. Inshaalloh bir videolar qilamiz aka. Yangi qo'ralaringda? Yangi qo'ralarda. Eski qo'ralar buzilib ketdimi? Yangi qo'ralarni buzib aka, sinfga qilib, kengaytirib, xudo xolasa qo'ylar tug'di aka. Bu yerga sanoqli bir mashinaga sig'adigan oldik. Qolganlarini borib bir video qilamiz. Boshdan oyoq beradigan narsalargacha ko'rsatamiz. Biz videoga olgan paytda o'zi endi mana haqiqiy liniyalarni boshlagan paytingizda eslasangizda, nechta bo'ldi hozir? Shu paytda nechta edi, hozir nechta bo'ldi? Qo'ylaringizda 3 oylik, 4 oylik yarichkalardan olib kelib, siz olib kirganman. Yosh to'lib, o'zi qochib qolgandan keyin. Undan u paytda aka 25 bosh qo'y bor edi. Hozir xudo xolasa 40 boshdan o'tib qoldi. 40 boshdan o'tib qoldi. Qo'yda baraka bor aka, plastiyalar ko'payyapti. Hali bo'g'ozlari tug'di, tuqqanlari bor, bir ikkita mana unga o'xshagan yangilar ham qo'shibsiz. Sizdan beri aka bir shu qo'chqor keldi, seleksiyaga qo'shibdi. Buni probnigi bor. Hozir ko'rsatamiz aka. O'sha yangilik o'sha bo'ldi. Qolganlari aka o'zimiz seleksiya inshaalloh. Mana ular ham hammasi shu o'zingizni qo'ringizdan olib keldingiz. O'zimni qo'ramdan olib keldim, barisini aka. Mashalloh. Zo'r. Tug'adiganlari bormi yana shu kunlarda? Tug'adiganlari aka, hozir bitta yangilik shu stavkaga kelib bittasi tug'ib qo'ydi. Bir tug'ib qo'ydimi mana shu yerda? Shu yerda tug'ib qo'ydi. Voy, mashalloh. Bu yerda katta qo'ylar tepalashib qo'ymasin deb mashinaga porterga olib chiqib solib qo'ydik. Enasi bilan turibdi. Qolganlari aka bu yerda uni 4-5 boshi tug'adi. Yana tug'adi ekan, ha? Bu yaxshi ekanda. Yeni yo'llar aka bir 15-20 bosh bor. Tug'adigan 15-20 bosh bo'lsa, biz olgan paytda 25 boshcha qo'yingiz bor edi. Hozir 40 boshcha bo'ldi. To'g'risini ayting endi. Sotdingizmi, sotmadingizmi orada? Sotdim aka.
Nechta sotdingiz? 5 ta sotdim aka. 5 ta sotdingiz. Bolasidan sotdingizmi? Yo'q, bolasidan emas. 4 ta bo'g'oz qo'y sotdim. Bo'g'oz qo'y, Ha. tayyor tug'adiganidan. Men siz eslagan bo'lsangiz, o'zgandan olib tushgan to'rbosh bor dedim. He. Qoni ja kuchli ketmagan. O'shalarni o'zini shu katta qo'chqorimdan qochganlarni sotdim aka. Bitta yosh qo'z qo'chqorim bor edi. 2 tish bo'lgandan keyin uni sotdim aka. Inshaalloh foydaga kirishni boshladik, xudo xolasa. Yaxshi. Shunda endi bu haligi toza zotga yetguncha 3-4 yil qiynaldingiz-da siz. Lekin mana toza zotga yetib olganda bu yog'iga 7-8 oy bo'lib qoldi. 1 yil yo'q bo'lmadi. 1 yil yo'q bo'lmadi. Uje haqiqiy haligi arashanga kirib keldingiz, uje aqlingiz yetib qoldi. Qanaqasini olish kerak, qanaqa bo'ladi, hamma yo'qni bilib qolgandan keyin mana uje natija chiqyapti-da, to'g'ri? Boshlandi aka, inshaalloh sabr qildik. 7 yil 8 yil bo'lib ketdi o'zi aka. 7 yil 8 yil bo'lib ketdimi? Ammo toza qonli arashanga o'tganimizga aka qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Toza qoniga o'tganingizga. Buni olib kelganman 5-6 oy vaqtdan aka keyin chaqirganman. O'sha seleksiya. Hozir arashanni aynan yana yangi boshlayman deb qiziqib kelayotganlarga o'zi hali maslahat qatori aytaman deyman-da endi. Yana bu Azizullo ukamiz singari 7-8 yil orada qiynalib, o'xshamay qolgan zotlarni olib, shunaqa bo'lmasdan, ekranga nomeringizni qoldirib ketsam, o'zingiz bilan aloqaga chiqsa-yu, haligilar bilan bir maslahatlashib, o'zingiz haligi toza zotlarni tanlab olib beraverasizmi? Aka biz o'zi hunarimiz novvoychilik, po'rchilikda Bishkekda ishlaymiz aka. Bishkekda ham Qoravoltada hozir bari kuchlilar, namkinalik Line chiqqan. Bu hali ham yoshi katta, Tanger chiqqan. Uni bolasi mana Frankel aka, Frankel degan qo'chqor bor hozir. Uni bolalari o'zi $1 million sotildi. $1 million? $1 million sotildi. Mashalloh. Realniy baho bo'ldi. Xudo xolasa, hali toza zotlardan olishib beraverasiz, to'g'rimi? O'zingizda bo'lsa, o'zingiznikidan xolasa haligi menga tanlab olib beruvka desa, olib beraverasiz hamda, to'g'rimi? Bo'laveradi aka. Xolasa kesin o'zimizda bor. Puli ko'tarib pulga kelsa, ilbonar sotilar. U yoqdan yordam qil. Nomerim olibdi. Qanaqa qo'chqor kerak, mana primo bo'lasi kerak. Yaxshisidan boshlayman degan gaplar bo'lsa, men liboy mahal. Конечно, buni yaxshisidan boshlagan yaxshi. Sababini aytaymi mana, o'zingiz boshingizdan o'tdi-yu. Haligi Arashan ekan deb turib 25 million, 15 million qo'zilarni Arashan nomini qo'yib, haligi $1000, $2000 ga olib kuyganlar ko'p bo'lyapti. O'zi aslida to'g'rimi? Arashan deb turib, haligi buni nomi brend bo'lib qoldi, nomi ko'tarilib qoldi-da, haligi nomiga ishonib turib olishib olyapti ko'pchilik. Yana keyin adashib qolyapti. Undan ko'ra maslahatlashib tayyor haligi qatiqda ham puflab ichadigan bo'lib qolgan ukalarimiz bilan maslahatlashib olgan ma'qulmikin deyman-da men. Buni bu yog'iga aka qoralardan olgan yaxshiroq. Seleksioner iloji bo'lsa borib necha yil bo'ldi? 5 yil, 10 yil degan o'sha bir taniqli odamlardan olib, nimaga ularning mehnati ko'p ketgan aka bizga. Temur Turinbekov bor, Ko'l tarafda, Skyo'lga yetmay. Qantada endi. O'sha odamning xizmati ham katta. Bir odam o'zi aka 6 ta 7 ta chempion qo'chqorlar chiqardi aka. Bitta odamni o'zi. Hozir bu Karim hoji bor. Uni biz hozir vystavkamiz olib borayotgan. Uni ham udar degan qo'chqor. Ular ham eski seleksionerlardan-da, o'shalardan olib, agar meni ishim ko'p borib, hozir zamon kerak internet bo'lib qoldi. O'shani mana qo'rasiga kir, gaplash, manchadan bo'lsa tort. Haber, yo'qmasa men borib, aka uy bor, xudo xolasa borib, mehmon qilib, olib berib, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz aka. Nimaga Aravondan ham chiqsa, inshaalloh hammamizga foyda. To'g'ri. Mana 4 ta qo'y 100 kilo, 150 kilo chiqqandan keyin bittasi o'zash chiqyapti aka. Mana hozir 4 ishlar o'zi 189 kilo chiqdi. 4 qo'ylar, 188 199 chiqyapti. Buni обязательно sotaman deb haligi $20,000, $30,000 ga sotaman demasdan, undan ko'ra katta haligi bir qo'ralarini ham shunaqa Arashan qo'y qilib go'shtga baqsa bo'laveradi-da, to'g'rimi? Shunaqa baqaladi aka. Ko'pchilikda mening narsa shunaqa fikr bor-da, buni maqsadi faqat haligi nomini o'stirib, qimmatga sotib olish bo'lyapti degan. Hozir aka bunda-da bu narsani hozirgi baqishli maqsad
hozir bu pul bo'lyapti. Nimaga oz? Tozoqonligi kam aka. Ha. Sariq bo'lsalar arasham bo'lib qolmaydi aka. Tanlab topib, ekstrer, bo'y, ves hamma chiqishdi aka. Men endi bilishim bo'yicha mana shu 1-2 yil vaqt undan maslahat so'rab bu vaqt kelib go'shtda aka. Shuni aytyapman-da. Davlat tomonidan nimaga bizga yordam bo'lyapti aka? Bu go'sht vesga ham, chiroyga ham har tomonlama nima qilinyapti? Ves chiqyapti, ves beryapti, kiloga ham o'ynayapti, chiroyga ham o'ynayapti. Bo'lyapti-da inshaalloh. Jini bu narx tushadi deb o'ylayman. Mana boshlanganiga 10 yildan oshdi-da. Seleksiya kuchli bo'lgan. Shundan beri ham mana ko'tarilyapti, tushmayapti aka. Chegaralar yopiq O'zbekiston, u ochilib ketadigan bo'lsa, mana yaqinda jinday ochilishli bo'ldi, tozalandi aka. Bizda hozir aka 10% olan baqa ekan bo'lsa, qarasham. O'zbekistonda endi 2% bo'lsa borda. Sababi endi bu bizdan chiqqan zotda, bu Qirg'izistondan chiqqan parodada, shuni hisobiga shunaqa bo'lyapti. Yechimiz kerak aka bu narsani. Alloh berib qo'ydi. Allohga shukr qilib, qadrini bilib, buni aka keyin baqqan biladi. Kommentariyalarda har xil gap, so'z, fake, bu. Lekin mana tovar borda. Qo'ysiz, mana qo'ylardan chiqqan vesi 130 kilo chiqyapti-da. 130 kilo. Qo'ylardan chiqqan. Ha, o'zini alohida baqmagansiz. Alohida baqmagan. Alohida baqqanlarga aka mana eng boshi 233 kilo, 232 kilo chiqqan aka. Hozirgilar mana 200 kilo, 220 kilo. Go'shtga baqsiz ham aka buni 200 emasda. Bu bitta qo'chqorni $10,000 oldi deydi. Lekin buni foydasi mana aka. Buni oldim qimmatga. 30 ta qo'yga qo'yaman. Har birini bunaqa qimmat narxda sotmayman. $1000, $500 sotay. Mashq qo'y olsa aka mana 8 yil 10 yilgacha ishlab bergan qo'chqorlar borda. Endi 8 yil 10 yil ishlab bersa bu yiliga aka 100 ta 50 ta 100 tadan qo'zi tashlab berib tursa ham aka bozorga olib chiqib sotsangiz hamchi bu pul. Ha, bozorga olib chiqib sotsa ham. Bozorga qo'yni tushunmaydigan odamga olib chiqsangiz ham bunday ko'ringani savlati katta. Bunday hali kerak bo'lsa ko'chama bo'lib vesini biladiganlar bo'ladi. Xullas to'g'ri gap, men o'zim ham hozir qiziqib ketyapman-da. Xo'rezda turib qachon ko'ramiz? Xo'rezni bir ko'raylik-a. bo'ldi aka, endi sizni ishingiz ko'p, sizni vaqtingizga qarab aka, mumkin o'taman desiz borib Nima qilamiz? O'tirib inshaalloh. Azizullo ukamizni bir qo'rasidan ham ko'raylikmi? Qanaqa sharoitda baqyapti, qanaqa joylarda baqyapti, suvini qachon beryapti, yemini qachon beryapti, shularni ham bir ko'raylik. Bu vystavkaga olib kelgungacha ham bir bo'lgan mehnatlaridan bir yana bir ko'raylikchi, qanaqa bo'lyapti, qancha mehnatlar qilyapti, hammasini ko'ramiz. Uka, siz bilan Xo'rezda gaplashamiz endi, xudo xolasa. Sizga rahmat, aka-uka. Aka-uka, opa-singillar, mana aynan mana shu chorva sohasiga qiziqqanlar bittadan podpiskani mixlab turamiz. Hozir bir qator naryoqlarni ham ko'rsatib qo'ying-da. Agar har bir mana shu ko'rib turgan reshotkada ko'rib turganlarimiz har birini shunaqa qo'ralari bor, Azizullo ukamizga o'xshagan. Agar hozir har biridan intervyu olib chiqadigan bo'lsak, juda ham bir videomiz cho'zilib ketar ekan. Ana shuning uchun hozir aynan mana shu Azizullo ukamizning qo'rasini sizlarga keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Hozir Qorasuv rayonida bo'layotgan mana shu joyga kelib, ozgina hali vystavkadan bir lavha qildik-da sizlarga. Podpiskani sizlar mixlab turaveringlar. Keyingi videolarimizda xudo xolasa ukamizning qo'rasidan videolarimizni chiqaramiz. Rahmat.